Mana shu Eyfel Parijga nimaga qurilgan bilasizmi? Juda ham qiziq buni tarixi. Короче, mana shu Parijda katta yarmarka tashkil qilishadi. O'sha yarmarkaga odam chaqirish kerak bo'ladi. Mana shu Eyfel qurgan odam aytadiki, juda katta baland bino quramiz. Odamlar mana shu binoga qiziqib yarmarkaga keladi deb turib, mana shu Eyfelni qurgan. Ishoninglar, odam bori shunaqa oqib kelgan. Короче, buni qurgan odam buni pulini bori bittada chiqarib qo'yganda. Lekin buni buzib tashlash kerak bo'lgan. Lekin buzilmagan. Chunki odamlar Fransiya desa bittada mana shu Eyfel miyasiga kelganligi uchun, odamlarning miyasi qolib ketganligi uchun, shuning uchun keyin qoldirishgan. Mana shu Eyfeldan baland binolar qurilmaydi Fransiyada, ko'rasan? Mana hammasi past etajli. Gap yo'q, qoyil.